Hoji, mani hojim. Aka hoji bo'lib yuravering. Chunki hali hojilarni ham ko'ryapmiz-da, yo'q deb turib. Yo'q, hoji odamga kirgilikda nima bor? O'rtog'imda oldiga keluvdim deydi. Kirgilikda o'rtoq bormi? Rishtonliklar kirgilikda yashamaydi-ku. Biz Farg'onaga to'y bilan o'sha yerda o'tib qolsak, aka yaxshimiz, meni ko'rganimda aytmang deydi. Ha, desam, endi shunaqa bo'lib qoldi, o'rtog'im oldiga keldim. Ha, desam, bu yoq Ikrom hoji deydi. Yana hojilari ham bor. Xuddi shunaqa qilib hali hojilarga borib kelib, magazinchini oldiga kelibdi. Qani daftarlar debdi. Oh, magazinchi ham xursand, hojiga insof beribdi. Mana daftar, qarz daftar, mana. Meni top, mana topdim. Hasanboy, menga qara debdi. Ha degan ekan, bugundan boshlab Hasan hoji deb yozib qo'ygan debdi. Oma qarzni bermabdi. Hasan hoji deb yozib qo'y debdi. Demoqchimanki, hoji degani bu ham odamda endi. Unday emasgina nafs bo'ladi. Faqat Xudo saqlasin, yaxshilikka bo'lsin. Aka rahmat. Voy. Sizdaqa marti yo'q ekan. Ilohim mard bo'lib yuravering. Hech qachon kasal bo'lmang. Mard bo'lib yurgan yaxshi. Xudoyim berganga berar ekan-da. Berganga beradi. Amakisi ham bormi? Yo'q, kuyov bo'lami? Yo'q, to'y bo'lan dadasi qani? Nechta to'y bo'lan dadasi o'zi? Bu yoqqa kelingchi. Voy, siz o'tingiz nima? Voy, Habibullo hoji, siz ham hojimi? Ya bo'lmasa bir aylanib oling ungacha. Bo'lmasa kirgiliklarda ko'rishib turaveramiz ekanda. Keyin hojiga borgandan keyin sal o'shanda undan keyin bir marta borasiz. Hozir 6 marta boryapsiz. Boringizga shukr. O'ynab yuravering ilohim. To'y bola qani? To'y bola katta yigit bo'lsin ilohim. To'y bolalarni olib kelgan, ularni bog'chaga tashlab maza qilib to'y qilyapsizlarmi? Dadalar qanilar, umrlari uzoq bo'lsin. Shep. Muhammadjon hoji akam qanilar? Hoj dada, bizni paytimiz aka, bitta narsani chetdagilarga aytaylik, siz bilan biz yoshligimizda hozirgi o'g'illaringizdaqa sharoit bormi? Bo'lmagan-a? Jamshid degan yo Ubaydullo degan xona bo'lmagan. Hozir o'g'illaringizning xonasi bormi? Alohida xona qilib bergansizda, to'g'rimi? Deytizki xona. Bizda xona bo'lganmi? Turay qolibdi bolalari. Boray qolib aytdan. Yigitlar ayvonda yotardik. Bizda unaqa bo'lganmi? Mani eng yaqin sindoshimni toqqa olib chiqdim. Men bilan birga katta bo'lgan bochkada tiniq basseyn. U o'rtog'im endi Toshkentga emas, umuman Qo'qonga ham kelmagan bola. Bejarilik bola. Uni men toqqa G'azalkentga olib bordim. Suvni ko'rib, "Jam" dedi. "Ha" desam, "Men bunaqa tiniq suvga cho'mila olmayman" dedi. Biz bunaqa tiniq suvga cho'mmaydi, jinnimiz ham bu ovqatga soladigan bir o't suv bo'lsa-chi deyapti. Shunaqa bo'lganmizmi? Biz paytimizda tiniq suvga cho'milinmagan. Va o'rtoq, men qasamlar ichdim, cho'miladigan, qo'y, bitta kalla tasha maza qilib surishtirma qanaqa suvga. Yo'q, o'rtoq, uvol bo'ladi. Bunaqa tiniq suvga cho'milolmaymiz biz. Oxiri loy sepib, xirra qilib cho'miltirdik. Ha, bu boshqa gap deb keyin cho'mildi. Bizni paytimizda bilardingiz-a, naryoqda mol suv ichib turardi. Cho'milsak, endi cho'milish kerak. Mol bilan do'sib ketganmiz. Mol ham keldingmi jama? Ha, cho'milaver deydi. Endi mol ham suv ichgandan keyin ichi o'tar ekanda. Bitta kalla tashab, bitta chiqsam hali ichi o'tib mana eta turibdi-da. Yana undan irganishi yo'q. Qilib u bilan o'ynashasiz. Uni hurmatini joyiga qo'yib kuzatib borasiz. Hoji qanilar hoji? Hoj dada, keling endi bir soniyaga keling, sizdan hech narsa kerak bolalaringiz solib qo'ydi. Ha, bir bag'rimga bo'lsa ilohim yana to'y qiling. Chiqarab men gapirishni eplolmayapman. Men o'zimni o'zim xafa bo'lib qolaman hozir. Men demay, men haqiqatan sal nima? Bitta qo'lingizni oling. Siznikini ham ushab qo'yay bir. Ha, bitta qo'lingizni ushing hoji. Siz bilan katta hoji aka bo'lib, katta hojilarga boraylik. Men ham juda hojini yaxshi ko'raman. O'ynatish yo'q, menda bunaqa tirikchilik yo'q. Keling, bunday ko'z-ko'z qilaylik. Ha, bog' rosa aylangan ekan-da. Zerikib ham ketgan ekan. Umrlari uzoq bo'lsin. Muhammadjon hojim
Ilohim mana shu bolalarning orzu havaslarini ko'rsin. Nimaiki o'ylagan niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin, farzandlari katta bo'lsin. Ilohim bundan keyingisi ham o'g'il to'y bo'laversin aka. O'g'illarni uylang, qizlarni uzating, to'ylarda kelib xizmat qilish nasib qilsin ilohim. Qarshi ijob qo'yinglar. Rahmat. Hop. Ana emasmi to'y bola? Ke 5 ta o'l. Inje bu bilafdim. Otiz nima? Mustafa. Mustafa bu yoqqa qarab turamiz. Nechinchi sinf? Endi birinchi sinf ha? 6 kira 6 37. Yaxshi. Bittaga o'zini foydasiga yaxshi. 34 nima qilardinglar? Sanaganda bitta ko'payib turaveradi. Ilohim siz ham hojiga boring, bo'ptimi? Bu yoqqa qarab turing. Nima kayfiyat ichirib qo'ydinglarmi? Yo'q, bu ichmaydi. Bu oila hojilarning oilasi. Bu oilada ichkilik, kirgilik haqida gap kerak emas. Bayta faqat ibodat, chiroyli hojakalar haqida gaplar kerak. O'shaning uchun bizni chaqirgan. Bizni konsertimizda uyatsiz narsalar yo'q. Uyatsiz narsalar gapirmaymiz. O'shaning uchun bizni hojakalar chaqiradi. Mana shunaqa yaxshi insonlar chaqiradi. Unaqa bunda ketdi bo'lmaydi, to'g'rimi? To'g'rimi? Ha, bir chiroyli turib bu yoqqa qarab, qani? Nechinchi sinfman dedingiz? Birinchiga. Endi birinchiga borar ekan, ha? Qaysi kuni vohli uxlab qolasiz? Payshanba. Bolani aldab bo'lmaydi. Halolidan bersin. Mana shuni ota Halolbek. Katta yigit bo'lsin ilohim. Bo'ptimi? Hoji aka bo'ldi endi rosa so'ldingiz, tan joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr. Sirini oshkor qilib qo'ydimmi? Mayli ilohim, mayli. Endi bitta o'sha kuni uxlasin. Ukasi bormi? Ha, o'shuning uchun bor-da. Shu vohli uxlagan odamning ukasi bo'ladi. Vohli uxlamasa uka nima qiladi bunda? Xo'p, endi bitta chiroyli bir narsa bor. Bir sal bunday qo'shiq bor-da, endi shuni birga bir men bir yaxshi ko'raman. Ahror Usmonov degan akam bor. Yaxshi ashulachi, shuni bir qo'shig'i bor. Men endi u odam bir aytmay qo'ygan ekan, mana shu qo'shiq menga yoqib qoldi. Chiqishton bo'pti. Bir qo'ying qani? Qo'ying qani, bir eshitinglar qani? Yaxshi ashula. Hoji qani hoji? Ketib qopti o'g'lini olib. Birgalashamiz bo'lmasam, hech qachon kasal bo'lmasdan maza qilib yurish hammamizga nasib qilsin.